Assalomu alaykum yurtdoshlar, bizdan kuzatib borayotganlar. Bugun bizda o'quvchi bolalar uchun dars tayyorlash uchun stul tayyorlaganmiz. Yonida shkofchasi ham bor. Shkoflari polkali qilib tayyorlangan. Materiallarimiz laminatdan tayyorlangan 100%. Bu yerda ham eshigi bor, osti qismida xaladoni hamda eshik. Va hamda turbaramalik stulimizdan qo'shib beryapmiz. Sifatlari juda ham zo'r, xudo xolasa o'tirib bemalol dars tayyorlash uchun sharoitlari juda ham zo'r, yetarli bo'ladi deb o'ylayman. Kimgadir shunaqa mebellar kerak bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilib qo'shimcha ma'lumotlar olsangiz bo'ladi. Kanalimizga like bosib, obuna tugmasini bosib qo'yishni ham unutmang. Hammaga rahmat.